bir voqeani aytib bermoqchiman. Kechadan davom ettiramiz. Kecha DTP haqida ozgina gapirib ketgandim misol sifatida. Bir kun bitta patsient shunaqa nomerni qoldirgan DTPda. Keyin telefon qildim, so'radim nima muammo, yoshi nechida, oyog'ini uchida yuradimi o'zi, narsalarga suyanib. So'radimda, keyin bizda mana shunaqa agar shikoyatlaringizga qarab, bolani holatiga qarab, agar oyog'ini uchida yurayotgan bo'lsa, xullas operatsiya kerak bo'ladigan holatlarda operatsiya tavsiya qilamiz. Birinchi operatsiya bo'ladi, keyin undan keyin bolani LFK ga, ya'ni shug'ullanishga olib borasizlar deb tushuntiramiz. Keyin o'sha endi u patsient aytayapti, чтобы bu massaj sentr deb o'yladim. Yo'q, massaj sentr emas. Mayli telefon qilgan ekansiz, shunaqa ma'lumot berib ketay sizga deb DTP haqida